Salom do'stlar. Shunaqa sharda kesib olyapsizmi? Uning uchun nima qilish kerak? Bizga bitta 0.5 baklajka kerak bo'ladi. Siz o'ylagan narsa uchun emas, boshqa maqsadda foydalanamiz. Hozir ko'rsataman. Mana ko'rib turibsiz, Coca-Cola to'g'irlash mashqi. Bu baklajka bilan nima uchun ko'rsatyapman? Buni o'zi alohida o'zini trenajyori bo'ladi. Bu narsa hammada ham bo'lmaydi. Shuning uchun oddiy varianti, oson varianti o'rganish uchun baklajka bilan ko'rsatyapman. Shuning uchun Coca-Cola to'g'irlash uchun bundan foydalanyapti. Videomiz foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiskani ayamaysizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat e'tiboringlar uchun.